hozir maktab paytida turib oyiga $1,500,000gacha pul topsa bo'ladimi? Albatta. Hozir nechinchi sinf bular? Albatta, hozir mana bo'lgani uchun, mana tayyorlik kursi bo'lgani uchun 6, 7, 8, 9 Saralangan IT ishchilar sborniy komanda, bu sborniy komanda, ko'ryapsiz formalarni ham sborniy komanda. Bu sborniy komandamiz qolgan sinflarni ajratib olingan, ya'ni frilanserlikka qobiliyati bor va imtihonlardan yaxshi o'tgan bolalarni biz alohida frilanser guruhiga olamiz. Hozir uni hokimga bitta programma qilib beribsizlar-ku. Mana shu programmani u bola ishlatyapti, ko'rsatsam mayli. Hop, Falcon kiberxavfsizlik maktabiga kelganmi, hokim mana shu programmaga $10,000 ga yaqin investitsiya kiritaman debdi. Hokimda vaqti yo'qki, ko'p aholiga shu orqali murojaatlarni qabul qilishlari mumkin bo'lar ekan. Hozir matematika, fizika, ingliz tili, xitoy tili mukammal o'qitiladi. Maktabdan keyin o'z universitetingizga olib olaverasiz. Yotoqxona hamma sharoitlar qilingan maktabda, plus maktab davrida pul topishlari uchun hamma ko'nikmalar beriladi. Bolalarimizni olib kelish uchun siz bilan qachon ko'rishsak bo'ladi, qachon bunday bog'lansak bo'ladi? Har kuni shatamiz, bemalol 24/7 bemalol telefon qilishlari mumkin yoki Telegramga olishlari yoki bo'lmasam bemalol telefon qilishlari mumkin. Shu telefon nomeri o'zimniki shaxsiy, Telegram mana shu nomerda bemalol telefon qilishlari mumkin. Lokatsiya ma'lum tashlab beramiz. O'rtoqlar, Falcon kiberxavfsizlik maktabi bolalaringni kelajak maktabiga belgilab, mana bunaqa kodlar terib o'tirishdi. Men to'g'ri tushunmayman, lekin bolalar maktab paytida pul topyapti ekan. Hali oltiariqlik trendda turgan bolamiz. Bu maktabda o'qitish sizlarga necha pulga tushadi? Qiziq bo'lsa, narxni yozinglar, farzandinglarni yuboringlar. Hozir kim qayerda? Siz qayerda? Andijon, siz. Siz qayerda? Marg'ilon, Surxondaryo, Oltiariq. Siz Qashqadaryo. Ko'ryapsizlar, butun respublikada yig'ilishgan ekan. Gapga bitta like bosib qo'yasizlar.